Hürmetli vatandaş endikilikçiyimiz. Bugün 2020 yıl 4. ayının 7. günü Seyşembe. Endikilikçiyenin mavzusu bunda. Mütehassisler. Halkara cemiyetinin Cungo'dan trilyon doları tölütebeliş hukuku var. Eğer Cungo tölemeydiğen bolsa, Cungo'ga birleşe zər bir işke boludu. Dep görsetti mavzulu haber 4. ayının 7. günü Cungo'ga nazarı torbiyeti ilan kılındı. Haber bundak başlandı. Cungo partiyası öpkiyallığı bir olsa, yeni tacısıman öpkiyallığı bir olsa depme atılıdı. Ve atılıdı. Cungo'nun Wuhan şehirde partlagan dastlabki mezgillerde Cungo partiyası virus ahvalının şuncha egirligini bastırıp koydu. Yoşurdu, niqablidi. Xalqaro qonunşünaslarning nopozliq erbabı James Karaska mundaq ko'rsatdi. Bütün dünyada bu yuqumliq virusning tahdidiga uchragan 100 dan ortiq davlat Cungo Kompartiyasining to'lab berishini talab qilsa bo'ladi. To'laydigan pulning miqdori dollar hisobida bir necha trillion dollar bo'lsa bo'ladi. Agar Cungo to'lamaydigan bo'lsa, xalqaro jamiyat har xil vositalar orqali Cungoga zarba bersa bo'ladi deydi. Masalan, Cungoning xalqaro ishlarga aralashish, qatnashishni rad qilish. Masalan, Cungo'nun otomodafya ko'rish tomlarini, ya'ni internet tomlarini bitchet qilish degandek. Amerika Qo'shma Shtatlar dengiz armiyasi urush qilish, tadqiq qilish instituti Tokton Xalqaro qonunshunoslik markazining raisi, xalqaro dengiz ishlari qonun professori Karaska yaqinda harbiy ishlar torbiti, ya'ni Xadatashlar ustidagi urush maxsus torbitida maqola e'lon qilib, mundaq ko'rsatdi. Cungo qiliblaştırılgan xalqaro qonunlar ichida qonun bo'yicha dunyoviy majburiyatlarga xiloflik qildi. Shu bilan vaqtida ta'minlamadi. O'zidan ortiq davlatni ziyon, zahmatga uchratdi. Karakas yozgan maqolasiga bunday mavzu qo'ydi. Cungo COVID-19 belgilik virus jihatda qonuniy mas'uliyati bor. To'laydigan pulning soni bir necha trillion dollar bo'lsa bo'ladi. Xalqaro sayya nizomnomasiga imzo qo'ygan 1194 davlatdan biri bo'lish bilan Cungo xalqaro jamiyatning ommaviy sog'lomligi bo'yicha tuyuqsiz yuz bergan voqealarni huchurini yig'ib to'plab xalqaro jamiyatning bundoq voqealarga o'rtoq tunishini kuchaytirish mas'uliyati bor. Ziyonkashlikka uchrag'uvchi davlatlar to'lashni talab qilsa bo'ladi. Cungo to'lamasa zarba bersa bo'ladi. Cungo Kompartiyasi virusi davomli tarqalmoqda. Diagnoz qo'yish va o'lim yetim har kuni eshitib beryotidi. Her qaysi davlatlar yuqumliq virusning tarqalishini cheklash uchun tadbir qo'llanib, ijtimoiy aloqalarni orliq saqlash, yer shari iqtisodiga buzg'unchilik qilib keldi. Davlatlarning qonunliq mas'uliyat moddalari qonunining 31-moddasida har qaysi davlatlarning xalqaro qonunsizlik paydo qilgan ziyon zahmatlarga to'lashni talab qilishi ko'rsatilgan. Bu yerda ko'rsatilgan ziyon zahmat moddiy va ma'naviy ziyon zahmatni o'z ichiga oladi. Ziyonkashlikka uchragan davlat moddiy shaklda qaytarib olish, to'lashni talab qilishga huquqli, qanoatlantirish, qaytib bu xil voqealarni takrorlamaslikka kafolat qilish shaklida to'liq to'lamga erishishga huquqli. 34-modda. Endi 35-moddasida mundaq ko'rsatilgan.
maddi buyumlar bilen tölem talep kılış, ziyankeşlik uçurgan devletten, ziyankeşlik'e uçraştım burunki, okşaş halet kaytıp gelişine talep kılış, hukuku var. 36. maddesinde mındak görüstülgen, maddi tölem irişten burun, ziyankeşlik'e uçurgan devlet tölem talep kılış hukuklu. Kanunun 37. maddesinde mındak görüstülgen, vazife tevatkan emeldarlarının keçirim soruşunu ve işki cihette bulanı bir taraf kılışını talep kılış, hatta cinayi cevapkarlığı boyunca arz kılış hukuku var. Karaska mındak hesapladı. Mabadi Jungo taraf türlük çağrılık izlenip mesuliyetten kaçıdığan bolsa, halkara cemiyet mi başka usulla arkalık zerbi verisi boludur. Usulla çağrılamında Jungo'nun halkara teşkilatlardaki vekillik ornunu bekar kılış ve üyedeki vekillerini Jungo'ya kaytırış. Jungo'nun dünya soğudu teşkilatı karıştırış. Halkara cemiyetin Jungo'ya uçurgan, Jungo'da uçurgan ayrı planlarını tokutuş. Halkara cemiyetin Jungo'ya karab uçurgan ayrı planlarını tokutuş. Garip matbuat uçur haberlerini Jungo'nun işki kısmına tarqıtış. Jungo'nun sesnamı por ketken internet kamallarını, tamlarını bitçit kılış. İşki taşki haberlerini bimalalı yürüşleştiriş. Tayvan emeldarı ve Tayvan matbuatlarının sadalarını Jungo'ya elip giriş. Şuur haberlerini tarqıtış arkalık Jungo Kompartiyasının çirikleşkenliğini, iktidarsızlığını Jungo halkı düşündürüş. Vakiza.